Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Turli SMP serverida qanday kuchayish mumkin? Bu videoda bunga javob topasiz. Qani unda, ketdik. Mana o'yinga kirib oldik. Endi serverga kiraylik. Turli. SMP ni tanlaymiz. Hop, biz uning uchun avvalo kits bilan foydalanamiz va o'zimiz starter kitimizni sotib olishimiz kerak. Mana oldik, endi buni sotib olamiz. Har bittasini. Hop, endi aslahalarni ham sell. Mana bizda hozir 1K dan ko'proq pul qo'shildi mablag'imizga. Menimcha bu video sizga foydali bo'ldi va e'tiboringiz uchun rahmat.